Assalomu alaykum YouTube ahli, assalomu alaykum ahli YouTube. Aziz obunachilar. Bismillah. Manaki Namangan tumanidagi ishimizni ikkinchi qatorini ham boshladik. Stovolar urushda boshladi. Stovo hormang. Manaki stovo. O'g'limiz bu. Loy pishgan holati. Tekislanib qirqilgan. Molxona bu, molxona bo'ladi. Ikki etaj molxona. Zagotovka jarayoni. Ip tortilib kesiladi. Tekis chiqadi polni mana. Ana 80 metr molxona o'qdevor. Paxsa qildirmoqchi bo'lgan akalar. Tuprog'i mana uylar bo'ladi-yu, uylarni xonalarning ichlarida bo'ladi. Bundan oldingi videoda Baliqchi rayonida qilgan edik. O'sha har bitta xonaning ichlarida bo'ladi tuproqlar. Mana shunday tuproqlar to'kiladi xonalarning ichlariga. Hozirda Namangan tumani Toshbuloq mahallasidamiz. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Oylarda o'ntarib, pishirib, tepalab mana shunday holatga keltiramiz. Xohlasa ikkinchi qatorni bugundan mana boshladik. Namangan, Farg'ona, Andijon bo'ylab faqat katta ob'yomlarni olamiz. Kelishilgan narxlarda, hamyonbop narxlarda. Pishdan, shlakablokdan, xomg'ishdan, gazoblok, pina bloklardan arzon tushadi. Abiseniyalarga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatda. Kameni Jasurbek.